85. Пройдите в кабинет номер 1. Mamlakatimizni rivojlantirishning O'zbekiston 2030 strategiyasida tibbiyot muassasalarini raqamlashtirishni 100% ga yetkazish g'oyasi ilgari surilganida chuqur ma'no bor. Zero dunyo shiddat bilan o'zgarayotgan hozirgi paytda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish sog'liqni saqlash tizimini yuksaltirishning asosiy omillaridan biriga aylandi. Ayni paytda jahonning ko'plab davlatlarida tibbiyotni raqamlashtirish ommaviylashib borayotgani bunga yaqqol dalildir. Sohada raqamli texnologiyalarni qo'llash aholining vaqtini, moddiy resurslarini tejayotgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Bu qulaylik uydan turib shifokorni, klinikani tanlash imkoniyatini yaratmoqda. Tibbiy xizmatlardan teng va oson foydalanishga qulay muhit yaratyapti. Masalan, tibbiyot sohasi to'liq raqamlashtirilsa, yurtdoshlarimiz onlayn telediagnostikadan samarali foydalanadi. Bu ularga uydan chiqmasdan turib eng ilg'or mahalliy va xorijiy ekspertlar maslahatini olish imkonini beradi. Pirovardida bemorning vaqti va mablag'i tejaladi. Uzoq yoki yaqin yo'l bosib, diagnostika markazlariga borishga chek qo'yiladi. Bu misollarni Toshkent viloyati fiziatriya va pulmonologiya markazida ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Bugun har tomonlama rivojlanishda davom etayotgan ushbu maskan rahbariyati tarafidan qabulxonani raqamlashtirishda bemorlarni davolash uchun va shifokor maslahati uchun navbatga qo'yish ancha qulayliklar yaratyapti. Markazni qabul bo'limi haqida gapiradigan bo'lsak, biz avval bemorlarni qog'oz variantda, ya'ni rayon shaharlardan keladigan yo'llanma variantda qabul qilardik. Mana hozir yangi raqamlashtirish va elektron tizimga o'tganligi munosabati bilan hozir bemorlarni elektron order orqali qabul qilamiz. Bu bemorlarimizda ovoragarchilikka, bemorlarni kutishga vaqt ko'p ketardi. Mana shu raqamlashtirish bizga, ya'ni aholiga yengillik yaratdi, ya'ni bemorlar kutishmaydi. Masalan, markazda joy bo'lmasa, bemorlar qaytib ketishmaydi. Bemorlar tuman va shaharlardan elektron order bizani qabul bo'limiga tushadi va bizlar u orqali bemorlarni navbatga qo'yib, navbat qilganda o'zimiz telefon qilib qabul qilamiz. Bemorlar kelayotgan payti pasportlari, yo'llanmasi va rentgen yoki MCT xulosalari bilan, plyonkalari bilan kelishadi. Bemor kelgandan keyin bemorni qabul bo'limi shifokori tomonidan ko'riladi, birlamchi ko'riklar qilinadi. Agar bemorga yordam kerak bo'lsa, birlamchi tibbiy yordamlar ko'rsatiladi va bemorning toifasiga qarab bo'limlarga yotqiziladi. Aslida so'nggi yillarda mamlakatimiz tibbiyot sohasi beqiyos o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Bu jarayonda aynan raqamlashtirish, ya'ni teletibbiyotni joriy etishda qator yangiliklarga qo'l urildi. Jumladan, Toshkent viloyati fiziatriya va pulmonologiya markazida ham xorijning eng ilg'or zamonaviy asbob-uskunalari bilan jihozlanayotgani bemorlarning o'z dardiga shifo topishi uchun qulay muhit, keng imkoniyat yaratmoqda. Bir so'z bilan aytganda, so'nggi yillarda ushbu maskandagi yangilanishlar bemorlarni mamlakatimizdan rozi qilish va barcha islohotlar inson qadri uchun degan mezonlar sari harakatlardir. И 85. Пройдите в кабинет номер 1.